Ko'pchiligimiz rahbarlik bilimini alohida qatlamdor o'rganilmaydi. Zo'r mutaxassis bo'ladi, yaxshi ishlaydi, keyin o'sha zo'r mutaxassis bo'lgani uchun endi bo'ldi, ertadan boshlab sen mana shu jamoani rahbar bo'lasan deb turib, o'shanga saylab qo'yiladi. Lekin zo'r mutaxassis degani zo'r rahbar degani emas. Zo'r rahbar degani zo'r biznesmen degani emas. Va buni alohida o'rganish kerak bo'ladi. Mutaxassis sifatida, masalan, oddiy sotuvchini oladigan bo'laylik, zo'r sotuvchi bo'lib turgan bo'lsa, sotuvchilarning jamoasiga rahbarlik qilish endi bu umuman boshqa narsa. Assalomu alaykum rahmatulloh. Ismim Habibulloh Karimov. Xodimlarni o'qitish va rivojlantirish bo'yicha mutaxassisman. 5 yildan beri shu har xil katta va kichik kompaniyalarga ichki akademiyani qurib, ularning xodimlarini rivojlantirishga hissa qo'shib kelyapmiz. 40 dan oshiq kompaniyalarga shu ishlarni qilib berganmiz. Uning ichida O'zbekistondagi eng katta farm kompaniya Meros Farm bor, Ahmad Tea kompaniyasi, Zarqand va yana ko'plab kompaniyalar bor. Yangi loyiha boshladik. Rahbarlar uchun, menejerlar uchun, rahbar bo'lmoqchi bo'lgan insonlar uchun, xullas shu rahbar bo'lib ishlayotgan va ishlamoqchi bo'layotgan insonlar uchun bir yangi rubrikani boshladik. Bu hali nomini topmadik, balki menejer bo'lar, balki ideal rahbar bo'lar. Buni aytishdan oldin bir qisqacha bunga turtki bo'lgan voqeani aytib ketmoqchiman. Ko'pincha mana o'shanda o'zimiz ishlagan kompaniyada va mana boshqa mijozlarimizga ham xizmat ko'rsatyapmiz. Xodimlarni rivojlanishida eng muhim rolni o'ynaydigan qatlam bu albatta shu rahbarlik qatlami. Menejerlar, rahbarlar, top menejerlar ko'pincha mana xodimlarni oddiy masalan sotuvchilarni rivojlantiramiz, ani boshqa bo'ladimi? Ko'pincha aynan menejerlar qatlamiga kelganda yana hamma narsa boshidan tuzilishiga to'g'ri kelib qoladi. Buni ham albatta asosli sababi bor. Ko'pchiligimiz rahbarlik bilimini alohida qatlamdor o'rganilmaydi. Zo'r mutaxassis bo'ladi, yaxshi ishlaydi, keyin o'sha zo'r mutaxassis bo'lgani uchun endi bo'ldi, bugun ertadan boshlab sen mana shu jamoani rahbar bo'lasan deb turib, o'shanga saylab qo'yiladi. Lekin zo'r mutaxassis degani zo'r rahbar degani emas. Zo'r rahbar degani zo'r biznesmen degani emas. Bularni xamiri boshqa joydan olingan bo'ladi-da va buni alohida o'rganish kerak bo'ladi. Mutaxassis sifatida, masalan, oddiy sotuvchini oladigan bo'laylik, zo'r sotuvchi bo'lib turgan bo'lsa, sotuvchilarning jamoasiga rahbarlik qilish endi bu umuman boshqa narsa. Mana shu joyda shu odam sinaladi. Rahbarlik ko'nikmalarini o'rganib, u yoqqa yana davom etib ketishi mumkin yoki bo'ldi, men hamma narsani bilaman deb turib, o'zini eski ishlarini atayin qilib davom ettirish mumkin. Shuna holatlarni kuzatgan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yasizlar. O'zi rahbarlikni men nimaga o'xshataman? Bu xuddi kulolchilikka o'xshaydi. Kulol ham qanaqa kulol bo'lib qoladi? 20 ta ko'zani sindiradi, keyin yaxshiroq ko'zalar, xumlar yasashni boshlaydi. Menejerlik ham shunga o'xshagan narsa. Bir 20 ta odamni sindirasiz, vaziyatlarni sindirasiz, ko'p narsalarni silib qo'yasiz, keyin shu tajribalardan kelib chiqib, yaxshiroq menejer bo'lish, yaxshiroq rahbar bo'lishni boshlaysiz. Lekin bu ko'zalarni o'zingiz sindirish shart emas-ku. Boshqalarni sindirgan ko'zasini ko'rib turib, vaqtliroq, yaxshiroq menejer bo'lish imkoniyati bo'ladi sizda. Mana shu maqsadda mana shu loyihani boshladik. Bu aynan shu rahbarlar va rahbar bo'lmoqchi bo'lgan insonlarga qaratilgan. Bu qanday formatda bo'ladi? Dunyodagi mashhur boshqaruvchilar, yetakchilar, menejerlarni tajribalarini tahlil qilamiz. Ya'ni masalan, har bitta sonda bitta insonni tahlil qilamiz. Masalan, deylik Henry Ford. Uni olamiz, uni fikrlari, qilgan ishlari, texnikalarini aytamizda, uni har xil tomondan tahlil qilib, keyin o'zimizning ishimizda buni qanday qo'llash mumkinligini ko'rib chiqamiz va o'zimizning ham tajribadan kelib chiqib, shu holatlarda qanday ish qilganimizni ham bo'lishib ketamiz. Qisqacha aytib ketadigan bo'lsam, 2010-yildan beri katta kompaniyalarda ishlagan bo'lsam, taxminan bir 15-16 yillik ish tajriba bo'lsa, buni 10 yilida shu rahbarlik lavozimlarida ishlaganmiz. Yo qaysidir kompaniyada, yo o'zimizning kompaniyamizda. Va mana aytganimdek, oxirgi 5 yilda 40 dan ortiq kompaniyalarga shu ichki akademiyani qurgan bo'lsak, u yoqda juda ham ko'p zo'r menejerlar bilan, rahbarlar bilan ko'rishganmiz. Ulardan olgan tajribalarimiz bilan ham mana sizlar bilan bo'lishib boramiz. Bu efirlarni davomiy qilmoqchimiz.
avvalambor foydali bo'lsa, jamiyatimizda yaxshi yetakchilar, rahbarlar ko'payishiga sababchi bo'ladigan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Bitta dona odamga bo'lsa ham bu fikrlar yetib borsa va uni ishida qo'llasa va undan baraka topadigan bo'lsa, biz bu ishdan ko'zlangan maqsadimizni qilibmiz deb o'ylaymiz. Bo'lmasa boshlaymiz. Bugungi birinchi qahramonimiz trillion dollarlik coach deb ataladi. Olamdan o'tganidan keyin janozasiga kelgan insonlarni sostoyaniyasini bir chamalab ko'rishganda, ana shu sostoyaniya trillion dollardan oshib chiqqan. Ular kim bo'lgan? Elon Musk bo'lgan, Steve Jobs bo'lgan, Sergey Brin, xullas Google, Amazon va yana katta tashkilotlarning rahbarlari buni janozasiga kelgan. Ular shunchaki kelmagan, ular ustozini orqasidan kelgan. Mana shunday katta insonlarga ustozlik qilgan insonni fikrlarini tahlil qilamiz. Buni ismi Bill Campbell. Birinchi fikrni aytaman. Agar zo'r boshqaruvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz birinchi navbatda zo'r coach bo'lishingiz kerak deydi. Coach bu nima deyiladigan bo'lsa, bir soddaroq, o'zimizga jaydarroq qilib, tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, bu xuddi ustozdekki. Aytayotdiki, agar zo'r boshqaruvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz birinchi navbatda zo'r ustoz bo'lishingiz kerak. Ya'ni xodimlaringizga, jamoangizga deyapti. Keling o'zi mana rahbar deganda ko'z oldimizga qanaqa inson keladi? Kresloda o'tiradigan, mana shunday kresloda bo'lsa kerak. Kelgan, hammaga ish buyuradi, nazorat qiladi, tergiydi, davay qiladi. Kelgan yana nimalar xayolga kelishi mumkin? Oylik beradi, majlislar o'tkazadi. Jamoadagi eng aqlli odam, eng kuchli odam, eng yetakchi odam, kabinetda o'tiradi alohida bitta o'zi. Shunaqa odam ko'pchilikni xayoliga keladi. Endi coach deganda yoki mana o'zimizda soddaroq tushunadigan bo'lsak, ustoz deganda ko'zimizdan oldimizga kim keladi? Bu ko'pincha shu sohada oldinlab o'tgan, bu narsani mag'zini bizdan ancha avval chaq bo'lgan va uni sodda tarzda, o'sha qiyinchiliklardan o'tmasligingiz uchun sodda tarzda sizga tushuntirib bermoqchi bo'lgan inson. Tushuntirib bergan taqdirda ham uni chiroyli tarzda yetkazmoqchi bo'lgan. Mana qil, uni qil, mana o'rgan debmasdi. Unda sizdan ehtiyojni hosil qilib shu narsaga, o'zingiz shu narsaga pishib yetilganingizdagina keyin sizga shu narsalarni o'rgatadigan inson. Ya'ni hayotingizda xuddi masalan lift oddiy lift bilan solishtiradigan bo'lsak, hayotingizda qaysidir darajaga chiqmoqchisiz, shu liftga o'xshab o'ziga shunday olib kiradi, tezroq qaysidir qavatga olib kiradi va sizni o'sha joyga chiqarib yuboradi. Siz zinadan bittalab, qiynalib, qoqilib o'tib yurishingiz shart emas bo'ladi, agar ustoz bilan bo'ladigan bo'lsa. Endi Bill Campbell boyagi fikriga qaytadigan bo'lsak, agar siz zo'r rahbar bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz birinchi navbatda zo'r coach bo'lishingiz kerak deyapti. Qanchalik siz yuqoriroq lavozimlarga ko'tarilib boradigan bo'lsangiz, sizni muvaffaqiyatingiz shunchalik atrofingizdagi insonlarni aqlliroq bo'lishi, muvaffaqiyatliroq bo'lishiga bog'liq bo'lib boraveradi. Ya'ni sizni ikkita qo'lingiz, ikkita oyog'ingiz bor, 24 soatdan ko'proq vaqtingiz yo'q. Nima qilasiz? Siz o'zingiz jamoangiz bilan kattaroq ishlarni bajarish uchun siz bitta o'zingiz bajara olmaysiz. Shu jamoangiz bilan birga bajarasiz. Va jamoangiz qanchalik tishi o'tkir bo'ladigan bo'lsa, qalami o'tkir, arralari o'tkir bo'ladigan bo'lsa, shunchalik sizni yana ham muvaffaqiyatliroq bo'lish ehtimolingiz ortib ketaveradi. Ya'ni boyagi fikrni yana ham chuqurroq ko'radigan bo'lsak, siz qanchalik tepaligiga ko'tarilganingiz sari, sizning muvaffaqiyatingiz qanchalik atrofingizdagi insonlarni muvaffaqiyatli qilishingizga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Shunaqa ekan, har bitta rahbarning asosiy vazifalaridan biri bu atrofidagi insonlarni salohiyatini chiqara olish va shu salohiyati bo'yicha to'g'ri yo'nalishlarni bera olish. Masalan, baliqdan uchish so'ramaysiz, maymundan suzishni so'ramaysiz, to'g'rimi? Har bitta odamni o'ziga yarasha iqtidori bo'ladi, salohiyati bo'ladi. Shundan avvalambor buni chiqara olish kerak va shundan kelib chiqib, ularni to'g'ri yo'nalishda yo'naltira olishingiz kerak bo'ladi. Jamoangizni coachlik, ya'ni ustozlik qilib boshqarishi eng katta foydalaridan biri bu birinchi navbatda jamoangiz sizga sadoqatli bo'ladi. Keyingisi sizga mayda-chuyda narsalarda bog'liqligi kamayadi. Ya'ni rusulda aytganda samostoятельный deydi-yu, shunaqa bo'lishni boshlaydi xodimlaringiz. Lekin bu shunchaki 1-2 bilan bo'lib ketadigan narsa emas-ku. Bu uzoq yillik mehnat bilan bo'ladigan ish. Xuddi bitta novdani tagiga 1 tonna suv quyib yuborsangiz ham, u katta daraxt bo'lib ertasiga o'sib ketib qolmaydi-ku. Bir necha yillik uzoq mehnat bilan bo'ladigan narsa. Lekin mevasi shirin bo'ladi.
Bill Campbell'ning ikkinchi fikrini ko'ramiz. Bu aytadiki, har bitta menejerni eng ustuvor vazifalaridan biri uni jamoasini muvaffaqiyatliroq, yaxshiroq yashashiga sababchi bo'lish deydi. Ya'ni eng zo'r menejer bu atrofidagi insonlarni yaxshiroq yashashiga sababchi bo'ladigan menejer. Ko'pincha mana kuzatamiz, har xil kompaniyalarda plan bor, boshqa narsa bor, xodimlarni endi HR deydi, human resource, inson resursi deydi. Haqiqatdan juda ham oddiy, stanokka o'xshagan resursdek odamlarga qaraydigan kompaniyalar bor. Lekin aksincha insonlarni insondek qarab, ulardan kelib chiqib, ularni ko'ynidan kelib chiqib, o'zidan kelib chiqib va ularni maqsadlaridan kelib chiqib boshqaradigan kompaniyalar bor. Albatta bular bir-biri bilan teng bo'lmaydi. Ya'ni mana zo'r menejer bo'lmoqchi bo'lsak, kompaniyani o'zining maqsadlari bor. To'g'rimi? Menejerning o'zining maqsadlari bor va xodimlarning o'zining maqsadlari bor. Eng zo'r menejer mana shu maqsadlarni bir-biriga ulab qo'yishni biladigan insonlar bo'ladi. Ya'ni masalan kompaniya bu kvartalda $500 ming oborot qilishni maqsad qilgan bo'lsa, xodimning ham o'zining maqsadlari bor. Bu oy onasiga telefon olib bermoqchi. Ya'ni $1000 ko'proq pul topish kerak. Xodim bilan gaplashib, avvalambor uni maqsadi nimaligini bilib, haqiqatda unga shu narsa kerakligini bilib, one to one yig'ilishlarda, keyin buni maqsadini kompaniyani maqsadiga ulab qo'yishni biladigan bo'lsa va bu narsani xodim bajargandan keyin, planlarni yaxshi bajargandan keyin vaqtida bu pullarini, bu bonuslarini olishiga yordam beradigan bo'lsa, mana shundan yaxshi menejer bo'lmaydi o'zi. Ya'ni hamma yutyapti bu yerda. Kompaniya ham yutyapti, menejer sifatida siz ham yutyapsiz va xodim ham yutyapti va hamma xursand. Masalan, Bill Campbell'ni mana shu Google'da majlis o'tkazishlarini eslashadi. Uni asosiy qadriyatlaridan biri bo'lgan bu majlislarni har doim insonlardan hol-ahvol so'rab boshlashgan. Kecha nima qilding? Tug'ilgan kun qalay o'tdi? Mana shunaqa qilib har bitta odamdan bitta so'rab, keyin majlislarni boshlaydigan bo'lishgan. Albatta bu vaqir-vaqir bo'lib, ko'p gap ham bo'lib ketmagan. Qanchadir vaqt mana shu narsaga ajratilgan bo'lgan. Va majlisning asosiy qismi boshlanganda o'zini erkin his qilib, fikrlarini erkin bildira olishiga olib keladigan bo'lgan. Jamoamizni yaxshiroq yashashiga qanaqa qilib hissa qo'shsak bo'ladi? Buni eng oddiy narsalardan biri bu odamlar juda bo'lmaganda bir yilda bir marta o'zi maqsad qo'yadi. O'zi maqsad qo'yish bo'yicha qanaqadir treninglar o'tsa ham bo'ladi. Shu jamoasiga qanaqa maqsad qo'yish kerak, bularni o'rgatgandan keyin har bitta jamoa a'zolari o'zining maqsadlarini qo'yadi. Mana shu narsalardan bilib olsa bo'ladi. Bu o'zi nimaga qarab intilyapti? Dunyo qarashi qanaqa? Bunga nima narsalar muhim o'zi? Va xodimingizga bonus bermoqchisizmi? Nimadir uni rag'batlantirmoqchisizmi? Televizor berish kerakmi yo telefon olib berish kerakmi yo xolodilnik olib berish kerakmi? Siz oldindan bilasiz va nimaga qarab intilayotganini bilasiz. Bundan tashqari kompaniyada one to one встречаlar deydi. Ya'ni birga bir uchrashuvlarni muntazam tashkil qilib turish. Masalan, haftada bir marta 20 daqiqa uni maqsadlari bo'yicha qilayotgan planlarni qanchalik bajarayotgani bo'yicha bittalab o'tirib planiga chiqishiga yordam bera oladigan bu uchrashuvlar bo'ladi. Bill Campbell'ning uchinchi qiladigan ishlardan bittasi har doim majlislar o'tkazishdan oldin birga bir uchrashuvlarni o'tkazib olgan. Ya'ni endi katta majlislar bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha nima bo'ladi? Masalan, 10 ta odam o'tiradi, uning ichida bittasi yo ikkitasi so'zga usta bo'ladi-da, o'zini fikrlarini aytganidan keyin hammani fikrini o'sha joyga tortib ketadi. Mana shu narsalar bo'lmasligi uchun va hamma o'zini fikrini erkin bildira olish uchun va o'zini pozitsiyasida mustahkam tura olish uchun katta strategik majlislardan oldin har bitta xodim bilan birma-bir bittali majlislar ham o'tkazib chiqqan. Bu bilan u 3 ta yutuqqa erishgan. Ya'ni birinchisi shu asosiy katta majlisda har bitta xodim o'zini pozitsiyasida mustahkam tura olgan. Chunki kecha shefga falon narsani aytib qo'ydi-yu, endi bu yoqda aytmoqchi bo'lgan gapini ham aytolmay jim o'tira olmaydi. O'zini pozitsiyasini bildiradi. Ikkinchisi, hamma o'zini fikrlarini, o'zini pozitsiyasini bildirgandan keyin bitta vazifaga har xil taraflama qarash imkoniyatlari bo'lgan. Hamma o'zini fikrlari bilan bu narsani himoya qilgan va bitta vazifani har xil tarafdan ko'rish imkoniyati bo'ladi rahbarlarda. Va uchinchi katta foydasi bu majlisga tayyorgarlik ko'rib kelgan odamlar. Keyin yana bitta prinsiplardan bittasi jamoa rahbarlarini majlisning asosiy qismida aralashmasligiga chaqirgan. Chunki rahbarning gapi gap,
uni fikrlari baribir o'zini qiymati, vazni bo'ladi. Shuni hisobiga oddiy nimadir o'zini fikrini bildiradigan bo'lsa, butun jamoa shunga qarab ketmasligi uchun butun jamoani oldin gapirtirdirgan. Rahbar ularni shunchaki yo'naltirib turgan. Qani siz nima demoqchisiz? Sen nima deb o'ylaysan bu narsa haqida deb turib, yo'naltirib turib va oxirida shu qarorlarni yig'uvchi va tasdig'ini qo'yuvchi inson sifatida ishtirok etishini aytgan. Bill Campbell haqida endi sekin yakun yasaymiz. Oxirgi aytmoqchi bo'lganim, aytadiki, garchi noto'g'ri bo'lsa-da, qandaydir bo'lsa ham qarorlarni qabul qilib turing deydi. Ya'ni kompaniyada mana ishlaganlar juda ham yaxshi biladi, beqarorlik juda ham ko'p bo'ladi. Zo'r ideyalar bo'ladi. Qancha tadqiqotlar qilinadi, o'lchanadi, kesiladi, hamma narsasini ko'rib chiqiladi, majlisda shuncha gapiriladi, hammani fikrini tortiladi, lekin shu narsani bajarishda bir bo'yniga oladigan odam bo'lmaydi. Bo'yniga olsa ham uni bir yorvoradigan qilib qilmaydi. Chunki har bitta katta ishlarni bajarganda albatta u yerda noto'g'ri narsalar ham bo'ladi. Provallar ham bo'ladi. O'xshamaydigan joylari ham bo'ladi. O'xshamaydigan joylari bilan qabul qila olmaydi. Va natijada shuni ham ko'p ham quymasin deb turib, o'rta miyona ish qilib qo'yadi. O'rta miyona ish qilganda natijalar ham o'rta miyona bo'ladi. Ya'ni katta nimadir ishlarni qilinmoqchimi, kichkina bo'lsa ham shuni bir test qilib, gipotezada sinab ko'rish kerak. To'g'ri, masalan, siz aytishingiz mumkin bir qaysidir ideyani mana bunaqa reklamni kampaniya qilish kerak, mana shuni amalga oshirish uchun balki bu 50 ming, 100 ming turishi mumkin. To'g'ri, 100 ming dollarni sarflab uni test qilib ko'rilmaydi, lekin har qanaqa gipotezani bilmadim bir 200 dollar, 300 dollar bilan bemalol test qilib ko'rsa bo'ladi. Uni birinchi qadamini oddiy bitta qanaqadir kreativ olasiz, sinab ko'rasiz. Birinchi qadami ishlayaptimi yo'qmisini bilish uchun bilmadim 200-300 dollar bemalol yetadi. Shersky Tursunovni mana shu narsa bo'yicha zo'r gaplar bor. Qaysi biznes muvaffaqiyatli deyiladi? Qaysi bizneski plus gipotezalari minus gipotezalaridan ko'proq bo'lgan biznes deb aytadilar. Ya'ni biznesda absolut to'g'ri, hammaga tushadigan qizil tabletka, sehrli tabletka degan narsa yo'q. Har doim bir narsa qildingizmi, orqasidan xatolari chiqadi, o'xshamaydigan joylari chiqadi. Bu narsani faqat test qilib bilasiz. Bu narsani qatgacha ishlashini ham faqat test qilib bilasiz. Ya'ni kimni kiyimiga chang yuqmaydi, yurmagan odamni kiyimiga chang yuqmaydi. Shunaqa ekan, kompaniyada ideyalar, fikrlar qog'ozda o'zida qolib ketmasligi uchun, uchrashuvdan uchrashuvgacha faqat og'izlardagina qolib ketmasligi uchun, garchi noto'g'ri bo'lsa ham, qanaqadir bo'lsa ham qarorlarni qabul qiling deydi. Keyin yo'l-yo'lakay uni to'g'rilab borilaveradi. Ko'pincha yana bu narsa nimadan kelib chiqadi? Ko'plar aytadi, ya'ni perfeksionizm, men perfeksionistman deydi, o'ziga bir qanaqadir bir status beradi bu bilan va bu ishi juda ham zo'r deydi. To'g'ri, perfeksionist bo'lish yaxshi, lekin perfeksionist bo'lib umrining oxirigacha ko'p zo'r ideyalarni yig'ib borib, mana shu narsalarni men qilsam bo'lardi, mana shu narsani men o'ylagan edim deb yurish ham juda ham odamga eng yomon botadigan narsalardan. Perfeksionizm yo'l davomida bo'ladi, lekin uni boshlanadi. Ya'ni boshlaganda qanaqadir qilsa ham, qanaqadir qilib bo'lsa ham boshlaysiz va yo'l davomida uni perfektlashtirib boraverasiz. Mana shu perfeksionizm. Birinchi hamma narsani yaxshi qilib olib, hamma vaziyatlarni to'g'ri qilib olib, perfekt qilib olib, keyin boshlayman desangiz, ko'p ideyalaringiz umringizning oxirigacha ideya holatida qolib ketaveradi. O'zi qarorlar nima qog'ozdagina, og'izdagina qolib ketadi. Ko'p birinchisi o'zi mas'uliyat olina olmaganidan buni to'laligicha, keyin ikkinchisi kompaniyani manfaatidan ko'ra o'zini yoki hamkasblarini manfaatini ustunroq qo'yish. Ya'ni o'zingizni manfaatingiz shu oyligingiz kamayib qolishi mumkin, bonusingiz kamayishi mumkin, sizni odamlar o'xshata olmadi deyishidan qo'rqib bo'lishi mumkin. Vaholanki kompaniyaga katta foyda keltiradigan ideya edi shu. Yoki bu qilgan ideyangiz tufayli narigi bo'limdagi hamkasbingizga qanaqadir uni oyog'ini bosib oladigan, dumini bosib oladigan joyingiz bo'lishi mumkin. Ularning fikri bilan, ularga nima bo'lar ekan deb o'ylab, kompaniyaning manfaatini eng oxirgi o'ringa qo'yib qo'yilganidan mana shu zo'r ideyalar qog'ozdagina yoki og'izdagina qolib ketaveradigan bo'ladi. Shuning uchun Bill Campbell aytadi: garchi noto'g'ri bo'lsa ham, qanaqadir bo'lsa ham qarorlarni qabul qilib turing deydi. Buguncha shular bilan bo'lishmoqchi edik. Agar qanaqadir manfaat topgan bo'lsangiz,
o'zingizni tajribalaringizda, shu praktikangizda qo'llashingiz mumkin bo'lgan qanaqadir insight olgan bo'lsangiz, biz xursandmiz. Bu loyihani endi mana boshlayapmiz. Qo'llab tursanglar biz xursand bo'lamiz. Kommentlarda, layklar bilan yoki do'stlaringizga bu kontentlar foydali bo'ladi deb o'ylagan insonlarga ulashib tursangiz, biz faqat xursand bo'lamiz va ishimizda Xudo xolisa davom etamiz. Salomat bo'ling.